Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada. Havo nihoyatda yaxshi, quyosh parlab turgan, oq bulutlar osmonda laylab yurgan shundoq bir go'zal kun. Bu go'zal kunda huzuringizga apkaginim dangliq adib Emin Tursun akaning She'r va shoir namliq bu kitobiga kirgizilgan bir parcha aslima xotirasi. Mazkur kitob Millatlar nashriyoti tarafidan 2009-yil nashr qilingan. Oldi bilan kitobga kirgizilgan kirish so'zini o'qib beray. Hurmatli o'qirman, assalomu alaykum. Qo'lingizdagi bu risolaga Uyg'ur she'riyati to'g'risidagi yuzaki tushunchalarim va qisman tajribalar bayon qilingan maqolalar jamlangan. Bu maqolalar hech qachon yangi davr yoki bugungi zamon Uyg'ur she'riyatining umumiy qiyofatini, ya'ni mazmuni va shakli shamoili taraqqiyotini yo'rtib bera olmaydi. Bu faqat bog'cha saylasida gulzorlikdagi gullarga shunchaki ko'z yugurtgandakla ish. Chunki ko'zimga ilingan chechaklar, g'unch po'raklar, amdala ichilishga yuzlangan mudirchaklarni qiyosan fikr aynikida aks ettirib boqqim keldi. Ehtimol ko'zimning ko'rsatgich aynikining saposi sababidan qiyofat aynan aks etilmay, mulohizam to'g'ri yoki mukammal bo'lmasligi mumkin. Bu mulohizlarim bilan she'riyat qalamkashlariga jo'ruqchilik qilmoqchi emasman. She'riyatning qizg'in talabkori va uzun yillik she'r xumar bir kishi bo'lish sifatim bilan bugungi she'riyatimizning hol ahvoli to'g'risida o'z mulohizlarimni she'riyat ahliga sunib, ular bilan mullashqim keldi. She'riyatimizning son jihatdagi taraqqiyoti sifat jihatidan xeyli tez bo'ldi. Darvaqa, falsafaviy tushuncha bo'yicha son o'zgarishi ma'lum mazgilga yetganda sifat o'zgarishiga sabab bo'ladi. Ammo sifat o'zgarishlari yuksalishlar zamonning taqozzosiga moslasholmayotdi. Biz texicha xalqni she'riyat bilan ruhlantirib, zamon bilan tang ilgarilashga da'vat qilish burchimizni ko'ngildagidek ado qila olmayotimiz. She'riyatning tematikasi jihatda muhabbat mangulik tema degan ta'birni tor ma'nida, ya'ni she'r individuallikni ta'kidlaydi deganni man, ya'ni tor ma'nidagi shaxs yoki shaxsiy muhabbat deb tushunib, yor sevgi jihatdagi individuallikni jamiyatdan, ommadan chatlashtirib atdik. Dunyoda va mamlakatda allaqachon tarix bo'lib qolgan go'ngiliqni ustilab takrorlayapmiz. She'riyat bir fan ekan, uning o'ziga xos nazariyasi, mizoni, shart talablari bo'ladi. Bu risolaga kirgizilgan klassiklardan Navoiy, Mashrab, Zalili asarlardan ulgularni she'riy ijodiyatda tafakkur va tasavvur, til san'ati, she'riyat san'ati yo'llari to'g'risida o'rnak bo'lar degan o'y bilan huzuringizga sundim. She'riyatimizning tematikasi, san'ati, mantiqisi, grammatikasi, aqlli o'lchamlari to'g'risida she'riyat ahlini muhokamaga tashabbus qilaman. Komil hurmati bilan Emin Tursun, 2006-yil aprel. Ya'ni yuqorida anlig'ininglardek mazkur kitobga she'r haqidagi tahlil maqolalari kirgizilgan. Ajoyib esil. Yana bir jihatdan Emin Tursun akaning bu kitobidagi ba'zi asarlarni sizlarga tanlab o'qib berishdagi maqsadim, Emin Tursun aka nihoyatda dangliq adib. Kasbiy jihatdan nihoyatda yetilgan. Meni o'ziga alohida boshqalardan
farqliroq holda tortadigan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu Emin Tursun akaninki nəhayət kamtarligi, salmoqligi. Faqat esimdan chiqmaydi. Mana shundaq göhərga o'xshaydigan otalarimizdan, sarkalarimizdan ayrıldık. Mərhumlarning makoni jannatda nurlar ichida bo'lsin. Bugün sizlarga o'qib bermoqchi bo'lganim Lutfunni aslayman degan temadagi bir aslima xotirasi. Mana. Xo'sh, boshlaylik. Lutfunni aslaymiz. Shoir Lutfullah Mutallib tavalludining 70 yilligini nishonlagan Nilqi yig'inida so'zlangan nutqning qisqartirilmasi. Bu so'ringa yig'ilgan qalamkashlarning vakillari o't yurak shoirimiz Lutfullah Mutallibni aslab so'zlayapmiz. Hazrati Navoiy aytgandek, birdam ulus mehnatidan kam yo'q, bir nafas al javridan aram yo'q. Navoiy yani o'ziga she'rki ham tushdi boshima, ul o'tu bu tosh durur jonima deganidek, Lutfullahning hayoti she'riy hayot. U she'r bilan yashagan, she'rni qoral qilib yashagan va she'r dastidan o'lgan. Uyg'ur yangi zamon adabiyotining sap beshi ham bayroqdori o't yurak shoir Lutfullah Lutfi ve xalqimizning mutallibi edi. 20 asrning boshlarida adabiyotimizning tarixiy an'anasiga varislik qilgan va dunyo adabiyotining shakl, janr jihatdagi yangiliklarini qabul qilgan asosda yangi zamon Uyg'ur adabiyoti shakllangan. Uning she'riyat qismi qiliplashgan nazm tarzi bilan qadimdan kelayotgan qo'shoq beyitchilik shaklini birlashtirgan holda yangi tus oldi. Bu tusning vujudga kelishimi zaman ehtiyoji va aktual temaning taqozosi edi. Adabiyotimizni yangi tuslantiruvchilarning oldingi vakili Lutfullah Mutallib turli janr va turli shakllar orqali davr temasini gavdlantirishda novatorlik va pionerlik vazifasini jon pidoliq bilan o'rindashga kirishgan edi. Lutfullah Mutallibning ijodiyat jarayoni ikki bosqichga bo'linadi. Birinchi bosqichi 1937-yildan 1943-yilgacha bo'lgan 6 yil. Bu adabiy faoliyatni boshlash, o'sish, ijodiyat qaynimida o'rkashlash bosqichi edi. U bu jarayonda o'ziga xos uslub yaratishga tirishdi. Ikkinchi bosqichi 1943-yildan 1945-yilga, ya'ni qurbon bo'lganga qadar oz kam 3 yil. Bu ijodiy faoliyatda o'z xalqini to'nish va to'nitishni cho'nqur tushunib, texmi yuksak cho'qqilarga chiqishga qadam tashlagan. Shundaqla adabiy faoliyat bilan inqilobiy faoliyatni birlashtirgan hamda o'ziga xos uslub yaratgan jarayon edi. Afsuski, bu jarayon ham shonliq, ham qonliq jarayon bo'ldi. Lutfullah Mutallib 8 yilga yetmagan qisqagina ijodiyat hayotida nihoyat tezla o'ziga xos uslub yaratgan shoir edi. Ba'zi shoirlar bir umr ijodiyat bilan shug'ullanibmi, o'z oldiga bir uslub yarata olmay o'tib ketadi. Lutfullah Mutallibning adabiy uslubi uning turmush sarguzashti, nuqtai nazari, badiiy mahorati, shaxsiy, ya'ni individual alohidligiga bog'liq holda tanlagan temasi, ishlatgan janri, ifoda usuli va qo'llangan til fasahati bilan gavdlangan. U ko'pincha ijtimoiy hodislarni tasvirlagan. Ijtimoiy hodislarga asar qilingan tabiiy manzarlarni tasvirlashdimi, reallikni aynan ifodalamasdan
romantik usulda öz nuqtai nazarini singdirib canlandırgan. Lutfullah Mutallib ijodiyatida tematika doirasi nihoyatda keng edi. Birinchi tema uyg'otish, ma'rifat edi. Buni dastlabki she'rlardan bu mening yosh g'uncha gulim ichilatdi, ko'klam ishqi, chiman, xush, yoshliq uygan nomli she'rlardan ko'rib olishga bo'ladi. Ikkinchi temasi Yapon bosqinchilarga qarshi turib vatanni munqarzlikdan saqlab qilishdan iborat aktual davr temasi edi. Kurash to'lqinlari, ozodlik, cho'ng qahramon uyg'ondi qatorliq she'rlari. Muhabbat ham nafrat mavzuliq dastoni. Kurash qizi nomli sahna asri ana shu temani gavlandirgan adabiy ijodiyatining namunlaridir. Shoir vatanni qo'g'dashda barliq fikri, zikri bilan o'tkir siyosiy lirikalarni yaratib, boshqalarga ulgu bo'ldi. Lutfullah ijodiyatida uchinchi bir tema birlik edi. Shoir bu temani keng doirada tushungani uchun ittifoqlikni internasionallik yuksakligiga ko'tarib madiladi. Buningda Yanar tog'lar, Hasan Husayn va boshqa she'rlari misol bo'ladi. Lutfullah Mutallib ijodiyatida to'rtinchi bir tema xalqparvarlik, emgak so'yarlik, yurt so'yarlik edi. Buningga har bir she'ridan degudek misol tepiladi. Beshinchi bir temasi irodalik, umidvorlik edi. Bu temada yozilgan she'rlari uning kitobxonlariga eng manzur bo'lgan va shoirning mahoratining rosa urg'oganligini ko'rsatgan she'rlardir. Masalan, yillarga javob, xiyolchan tilak, botir yillar, shoir to'g'risida muvashsha va boshqalar. Lutfullah ijodiyatida dehqonlar, bolalar va ayollarga beg'ishlangan yana boshqa temalar bor. İcadiyet tema tekstining ko'pligi va chetilish doirasining kengligi jihatdanmi zamondosh qalam egalariga sap beshi edi. Lutfullah Mutallib yangi zamon Uyg'ur adabiyotini rivojlantirishda har xil janrlarni o'z ijodiyatiga muvaffaqiyatli tatbiq qilgan yetuk ijodkor edi. U dastlabki yillarda she'riyatning hija, ya'ni barmoq vaznini jonli qo'llanib, yangi temalarni jushqun ruh bilan erkin tasvirladi. Bara-bara she'riyatning an'anaviy nazm vaznlarini jonliq qo'llanishga kirishdi. Masalan, klassik janrlardan g'azal, muhammas, rubai, tuyuq, muvashshah shakllardami davr ruhini obdan ifodalashga tirishdi. Merhum yosh shoir klassik shaklini yangi zamon Uyg'ur she'riyatida yangi tema bilan tatbiq qilguvchi novator, ya'ni yangilik yaratquchi edi. Shoirning yana bir xizmati shuki, Uyg'ur yangi she'riyatiga chochma she'r shaklini elib kirdi. Bu shaklni tadqiq qilishda ingliz shoiri Byron, rus shoiri Mayakovskiyni ustoz tariqasida ko'rsatdi. Yangi temani klassik shakl bilan ifodalashda tatar shoiri Hodi Taqtashning usulini arzitatdi. Lutfullah Mutallib ijodiyatida yana bir muhim soha dramaturgiya edi. Teatrning xalqning ayniki ekanligini yaxshi tushungan shoir rosa gullayotgan Uyg'ur teatrchiligini sahna asarlari bilan ta'minlashga alohida ahamiyat berdi. Masalan, Kurash qizi Chinmodan Abdurim O'tkir bilan birga yozgan Tahir Zuhra qatorliq dramalarni xalqni aqartishda va yangi hayotga ham ijtimoiy adolatga erishish uchun kurashga undashda amaliy unum bergan va tomoshabinlarning qizg'in olqishiga ega bo'lgan asarlar edi. Lutfullah Mutallib shoir, dramaturg bo'lish bilan birga adabiyotshunos edi.
Adabiyat havaskorlarini adabiyat nazariyasi bilan qurollantirishda o'zining ilmiy nazariyaviy maqolalari bilan xizmat ko'rsatdi. Lutfullah yana o'tkir yumorchi edi. Lutfullah Mutallib arabiy ijodiyatda adabiyatning eng birinchi quroli bo'lgan til balog'atiga intayin ahamiyat beradi. Adabiyat sohasidagi zamondoshlari ichida u o'zining yengil va tushunishlik avomchil tili bilan farqlanib turadi. Uning asarlarida qo'llangan so'z iboralari, konkret mazmunliq, ma'nolari aniq, stilistika vositalari ifodachan va qaratmaligi kuchli edi. Uning asarlari til va periyom, ya'ni tanlash jihatdan qilibbozlik, do'ramchilik, modavozlik, abjashlik, bo'yoqchilik illatlaridan xoli edi. Lutfullah Mutallibning ijodiyatidagi yana bir aloyidlik shuki, u tez yozadi. Zaman hodislarining har bir daqiqasiga va jamiyat voqealarining har bir nuqtasiga zan salatida ularni tafakkur qaynamiga tashlab, o'rkashlatib paydo qilgan unchilarni qurlarga tizib chiqadi. Demak, u hozir javoblik talanti bilan qalamkashlarga namuna bo'ladi. Lutfullah uslubining yana bir alomati shuki, u haqiqatni o'zgalarning tilidan bilib, tutidak yodlab olmay, o'z harakati bilan bilishni afzal ko'radi. Mayan bir qayta o'qiy. Lutfullah uslubining yana bir alomati shuki, u haqiqatni o'zgalarning tilidan bilib, tutidak yodlab olmay, o'z harakati bilan bilishni afzal ko'radi. Lutfullah o'rganishga, bilim hosil qilishga shundoq heris ediki, uning o'ynab kulgan chaqlardan ko'ra kitob o'qiydigan chaqlari ko'proq edi. Shundoqla o'z sabdoshlari, zamondoshlari va adabiyot havaskorlari bilan o'rtoqlashadi. Shundoq o'quvchi va tinshug'uchi birodarlar, hamshirlar, Lutfullah shundoq yigit edi. Uning ijodiyatini to'g'ri ta'riflashga va faoliyatini aniq tavsiflashga Kaminaning qalami ojizlik qildi. U haqiqiy inson edi. Muhabbatlik, ulfatchan edi. Uningga ta'tur palak vafo qilmadi. Zaman torliq qildi. Hayot jafo qildi. Hazrati Navoiy aytgandek, yüz vəfa əylab, cəfadın üzgə nəb'i görməyən, min cəfa körüb, vəfası zərrai kəm bolmağan. Min quyaşça körgən öz yarın vəli yara Allahda, min ölüşüdün biricə zərrənin həm bolmağan. Xalq üçün hər bir nəfsi qadirlik bolğan adiblər, alimlar, xalqpərvərlərə şum pələknin nazu nemətləri dastıxınıdın tegidigan nesivə, capa və mehnət bolub, ular xarlıqda qalıdığan. Amma zalimlar, cahillar, mürtədlər çəksiz mənfəət görüb etibarlandığan zulmətlik zaman onunla yaşaş imkaniyeti vermedi. Şairinin öz tili bilen etqanda, bu keng dünya men üçün boldu devzəx, yaş gülümni xazan qıldı qanxor əbləx. Yeni zaman Uyghur ədəbiyyatı Lutfullah arzu qılğan zamanda ravaş tapdı. Pəllidin pəlliga qarab yükseldi. Şairinin izidin minliğan şairlar yetişti. Lutfullah, ruhin amin tapqay. Amin. 1993 yılı 8. ayının 20. günü. Anlığınızladek, mazkur maqala bek uzun emas, ama bizni Lutfullah Mutallib
haqqida naiti konkret hem ixcham bo'lgan bir tonish bilan ta'minlaydi. Şuna aldı bilan bu kitapdan şunu o'qib berdim. Keyin yani fursat bo'lgan vaqtida kitapdan ayrim asarlarni tanlab hozirlarga sunaman. Ma'qul emsa bugungi o'qishimiz mushakichi bo'lsin, kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Oxirida qisqa bir sunni qo'shib qo'yman. Bu arliqda men Italiyaning Shvetsariyaga yaqin bir necha shahriga baqa vaqtimda tartgan ko'rinishlar. Xayr xo'sh, aman bo'laylik. Xayr xo'sh. Arriva ancora il gol sul campo 1 che si combatte sul campo 2.